Opajon, shugaring qo'limga yopishib qolyapti-ku. Bugun sizlar bilan shugaringni ishlatish 3 xil texnikasini ko'rib chiqamiz. Shugaringni birinchi marta ishlatmoqchiman degan opa-singillarimiz, sizlar mana shu usuldan foydalaninglar, menga rahmat etasizlar. Shpatelimizda shugaringni yaxshilab surib olamiz. Ustidan salfetkamizni qo'yib, qayta silab olamiz yaxshilab. Tuklaga qarama-qarshi tomondan bittada yulib olamiz. Vau, mana chiqqan sochlarni qarang. Nuda keyingi usulga o'tamiz. Bu o'sha siz bilgan usul. Qo'lda ishlatish bu eng oson usuli. Даже sizga ortiqcha hech narsa kerak bo'lmaydi. Shunchaki shugaringni tuklaga qarama-qarshi qilib surasiz va tukla o'sgan tomonga qarab yulib olasiz. Ishonaman, siz buni bittada o'rganib olasiz. Opajon, shugaring qo'limga yopishib qolyapti-ku degan klientlarim uchun mana shu usul qulay. Xuddi qo'lda qanaqa ishlatilsa, shpatelda ham xuddi shunaqa ishlatiladi. Podpiska bo'lishni unutmang, go'zalim. Hali ko'p narsalarni o'rganasiz profilimda.